To'yingga bir kun qolganda nimalar bo'ladi? Butun umr sarpa yig'ganing yetmagandek to'yingdan bir kun oldin ham nimadir kamchilik bo'ladi. Bozor sang'ib yurasan. Ko'rgan hamma qo'shnilar hali ham sarpa qilib yuribsizmi? Sarpachi xotin deb gapiraverishadi. Senga nima ichi qora? Yur. Makiyajga ketdim. Voy, ehtiyot bo'lyapti bu. Kelin ko'ylagim tayyor. To'y kuni kimga ishonsam meni kiydirishi. Dugonalarimgami? Yo'q, ular eplolmasachi. Kelinlarimga ishonsamchi? Yo'q, ular xizmatda bo'lishadi. Qo'li kirib bo'lsa ko'ylagimni dog' qilib qo'ysachi. Xotirama qizim, amaki salondan odam olib keladilar. Amakim? Yo'q, amakimga ishonsam probkada qolib ketsalarchi, kelolmay qolsalarchi. Kamiga qiynalib topgan ko'ynagini qo'ni-qo'shni kelinlar chiqib olib yomonlashadi. Voy, dedingiz, bunaqa o'ylamagandik. O'rtoq, sen to'yingda qaysi salondan ko'ynak kiyding? Rosti chiroyli edi. Mireyni salondan olganman. Oq baza, oq kapron, oq ro'mol deysanmi? Ularda ko'ylak rangiga qarab hammasi tayyor. Bozordan sarson bo'lib qidirib yurmaysan. To'y kuni salondan 2 ta xodim chaqirganmiz. Uyga xizmatlari atigi 300 ming so'm. Kelib, kiyintirib, hattoki esdalik videolar ham olib berishadi. Ha, aytgancha Zebo, hozir Mireyda Ramazon aksiyasi ketyapti. Shoshil, atigi 15 ta joy bor ekan. Rahmat kattakon dugonajon. Rahmat. Bu ko'yinga jayam yaltiroq ekan. Oppo, hech nimasi yo'g'i bormi? Xo'p bo'ladi. Oppoligi zo'r ekan, sal bezaklari bor yo'qmi? Hozir boshqasini beraman. Vau, o'zimga rosa yoqdi. Nech pul ekan? Bu ko'ylagimiz 285 dollar. Boshqa salonda qimmatroq ko'rdim, olish kerak. Ha, chiroyli ekan. Mana zaklar. Tabriklayman, siz eng to'g'ri qarorni qabul qildingiz. Sababi bizni tanlagan yoshlarni qadrli insoniga, ya'ni onajoningizga zo'r sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Yana qanaqa sovg'a? Sizni shuncha yil oq yub, oq tarab, komil inson qilib voyaga yetkazganliklari uchun massaj muolajasiga 1 martalik vaucher, bittasi sizni onangizga. Rahmat. Rahmat, muncha yaxshi. Onajoningiz sizni rohatingizni ko'rishni bizdan boshlashsin. Mani ham dam oladigan vaqtim ketdi-ku. Qo'yili, hamma ishimiz bitta joydan bitta. Yo, gapirmay, faqat shoshilish kerak. Faqatgina 14-kelinga shunaqa skidka qilib berish olayotgan. Ketdingmi uyga? Yo'q, birinchi meni massajim, keyin sizlarni to'yinglar. Tak.